korxonachi amaliyotda tavakkülchi emas. Endi biz uzoq vaqtdan beri shu igilik tikliguchi korxonachiga nisbatan bizning ko'z qarashimiz bu odamlar xatarga tavakkul qila oladigan odamlar, tavakkülchi odamlar deb tushunamiz. Bu gap to'g'rimi? İlgirki vaqtlarda bu gap to'g'ri. Ammo men bugun demoqchi, bu odamlar amaliyotda xatarga tavakkul qiluvchi odamlar emas, xatarni yaxshi ko'radigan odamlar emas. Bular tavakkülchi emas. Amaliyotda bu odamlar xatardan yiroq tura oladigan, xatarni tuvallata oladigan odamlar yoki xatardan o'zini qochira oladigan odamlar. Endi bu yerdagi men ta'kidlamoqchi bo'lgan bir masala, xatar degan narsa bizning nazarimizda hamma odam uchun o'xshash bir narsa dek tuyuladi. Masalan, pulning oz ko'pligi yoki ma'lum bir ishning xarakteri. Bu yerdagi men demoqchi bo'lgan gap xatar har bir odam uchun uning cho'ng kichikligi o'xshash emas. Doktor Dolqun Qodirov Korxonchilar klubining 2026-yillik o'quvchi qabul qilishi boshlandi. Masalan, o'xshash bir pul. Masalan, 1000 koy pul deydi. 1000 koy pul bu bir aniq son. Ma'lum bir ishga biz 1000 koy tavakkul qilmoqchi yoki mablag' solmoqchi. Bu yerda 1000 koy pulni solsak, 1000 koy puldan agar ziyon chiqsa, bu yerda aniqli 1000 koy ziyon bo'ladi. Lekin biz agar bu 1000 koy pulni xatar deb o'ylasak, bu xatar har bir odam uchun o'xshamagan xatar. Masalan, 1000 koy pul bo'lsa, o'zining jami 2000 koy puli odam uchun aytgan chog'da bu 1000 koy cho'ng xatar. Jami 1 million puli odam uchun aytgan chog'da bu 1000 koy intayin kichik xatar. Yoki uningdanmi ko'p puli odam uchun aytgan chog'da bu 1000 koy pul amaliyotda hech qanday pul emas. Demak, o'xshash bir xatar o'xshamagan odam uchun o'xshamagan darajadagi xatar. Xo'sh, endi tafakkur jihati olaylik. Ba'zi odamlar uchun o'xshash bir xatar nihoyat cho'ng xatar. Masalan, shirkatda boshqalar uchun maoshliq ishlash bilan o'zi yangidan shirkat qurib igilik tiklash. Bu ikkisi faqat o'xshamaydigan ikki qatlamlik ishda hamda. Endi ba'zi odamlar uchun shu boshqalar uchun ishlash, maoshliq ishlash xatiri nihoyat tövandek tuyuladi. Chunki bu odamlar uchun o'zi ayrim shirkat qurish, ayrim igilik tiklash nihoyat cho'ng xatar. Xuddi bayqi 1000 koy pulga o'xshash bu odamlarningki iqtidori, ularning tafakkuri nisbatan tuvan bo'lganligi uchun bu odamlar uchun shirkat qurib mag'lub bo'lishninki xatiri nihoyat cho'ng. Xo'sh, endi yana bir turkum odamlar uchun ularning saviyasi yuqori, ularning tafakkuri yuqori, mushu jamiyatning taraqqiyotini texmi yuqori nuqtadan kuzata oladigan odam uchun aytgan chaqda ayrim shirkat qurib igilik tiklash amaliyotda intayin kichik xatar. Xuddi bayqi 1000 koyga o'xshashlar. O'xshamagan odam uchun bu xatarningki darajasi o'xshamaydi. Masalan, Shanganliq dangliq boy Lijarchingning mandaq bir gapi borda, men azaldan xatarga tavakkul qilmayman. Men azaldan xatarlik ish qilib boqmadim deydi. Bumu bayqi ikki masalani yig'inchoqlab aytgan gapda, birisi pulning oz ko'pligi, yana birisi mush jamiyatning taraqqiyotiga nisbatan ko'z qarash, tonishninki o'xshash bo'lmasligi sababidan bu Lijarchingninki nazari ustun, tafakkuri yuqori, pulimi ko'p bo'lganligi uchun u nurg'unlagan savdolarni qilgan, nurg'un uylarni sog'gan, binokorlik qurilishlar bilan shug'ullangan. Bu narsalar uchun har bir odamning xatarga nisbatan boy degandek, uningki qabul qilish, ko'tara olish iqtidori o'xshamaydi. Lijarchingning birisi buni ko'tara olish iqtidori yo'qri. Yana birisi jamiyatga nisbatan faraz, texmi ustun bo'lganligi uchun Lijarching nurg'un ishlarni qilgan bo'lsa-mu, o'z deydi, men azaldan xatarlik ishni qilib boqmadim deydi. Haqiqatan uning har bir ishi nihoyat ko'p pulga chetiladigan ish bo'lsa-mu, bu ko'p pul biz uchun ko'p pul bo'lgan bilan Lijarching uchun ko'p pul emas. Yoki aytgan chaqda uning umumiy ekologiyasiga nisbatan aytgan chaqda bir atal tur, bir atal bina, bir atal cho'ng turdan ziyon chiqsa-mu, u mushu ziyonni to'liqlab keta oladigan boshqa texmi cho'ng ishlarni qilganligi uchun bu ish uning uchun xatarlik ish emas. Biz odatda boy odamlar bilan uchrashsak, ular mundaq necha tumanlik 100 ming koyliq ishlarni yaxshi ko'rib qolsalar qiladi, unga pul soladi.
Namrat odamlar bu pullar ular uchun cho'ng bo'lganligi uchun bu xatarga ular tavakkul qilolmaydi. O'xshash bir narsa o'xshamagan odamlar uchun xatari o'xshash emas. Boy odamlar uchun bu pul ancha cho'ng bo'lmaganligi uchun bu pulni selib u ziyon tassimi uning umumiy ishlariga hech qancha bak ta'sir bo'lib ketmaydi. Biz bu yerda shi so changban deymizda xatolikni sinash tanarxi. Demak, boy odamlarning xatolikni sinash tanarxi to'van. Namrat odamlarning bu tanarxi to'limi yuqori. Hatto uning barliq puli balkim 100 ming koy bo'lishi mumkin. Agar bu 100 ming koy pulni u silvatsa, bu yerdan xatar chiqsa, u butunlay vayron bo'ldi degan gap. Demak, biz xatarni mandaq tushunsak bo'ldi. O'xshamagan odam uchun bu xatar degan o'xshamagan narsa.